Выходит один нокаут, одно поражение, две ничьи. Он чемпион лиги Hardcore Boxing, чемпион лиги Hype Reality из Узбекистана, Узбек Углона, верный сын узбекского народа из Ташкента. Ladies and gentlemen, xonimlar va janoblar, qarshi oling, Timur Ему 30 лет, рост 180 сантиметров, вес 76 килограммов 300 граммов. Его профессиональный рекорд: один бой, одна победа, одержана нокаутом. Он обладатель пояса BFE Лиги Октагон, заслуженный деятель Республики Казахстан, гордый сын казахского народа из Алматы, Казахстан. Приветствуйте, Эркебулан jangi bor. Erkebulanning bitta jang, bitta g'alaba. Bo'ldi. Keldi markazga ikki sportchi ham. Jang boshlanish arafasida do'stlar. Uzatamiz jarayonni. Mana bu 100-100 kelgan holatda Erkebulan biroz bo'yi uzunroqdek ko'rindi. Lekin bu chalg'ituvchi holat bo'lishi mumkin. Optik illyuziya ham. Umuman jarayonda ko'rib olamiz. Xo'sh. Rofbox All Stars promotorlik kompaniyasi kecha va markaziy jang ringdagi 3-shaxs Sobir Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Erkebulan jeb bilan boshladi chap qo'lda. Nikulin uzatyapti jarayonni. Yana jeb Nikulindan. Erkebulanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chap qo'l. Erkebulanning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bu zarbalar e'tibor bering. Erkebulan. Knockdown holati. Xo'sh. Yana bitta bo'ldi. Bo'ldi. 3-nuqta tegishni ham kutib o'tirmadi. Afsuski birinchi raundning o'zida g'olib ma'lum bo'ldi. Afsuski vakilimiz yengildi. Hozir murabbiylar shtabidan e'tiroz bo'lyapti. Nikulin 3-nuqtaga tegmadi, ya'ni havoda chayqalib turgan, ya'ni tik oyoqda chayqalib turgan deya. Bunday holatda referi ko'zga qarab ham, ya'ni ko'z bir nuqtada bo'lmasa ham to'xtatishi mumkin.